Safat suresi Mekke'de nazil bo'lgan. Jami 182 oyat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Sap-sap bo'lib turgan, dushmanlarga qarshi ot silib turgan, Allohdan madad tilab, kalamullohni tilovat qilib turgan g'azot qilg'uchi qo'shin bilan qasamki, sizlarning ilohinglar shak shubisiz bir ilohdir. O, osmonlarning, zaminning, ularning orasidagi narsalarning va mashriqlarning parvardigoridir. Biz haqiqatan yaqin osmonni yulduzlar nuri bilan zinnatladik. Allah'ның itoatidan chiqquchi har bir shaytondan uni qo'g'didik. Ular farishtalarning so'zlaridan hech narsani anglayolmaydi. Ular qo'g'lanishi uchun har tarafdan oqquchi yulduzlar bilan etiladi. Ular oxiratda doimliq azobga qoladi. Lekin osmon xabarlaridan o'g'irliqcha bir narsa anglagan shaytonni yo'riq yulduz qo'g'lab ko'ydirib tashlaydi. Ulardan, ya'ni o'lgandan keyin tirilishni inkor qilg'uvchilardan so'rab boqqin. Ularni yaratish qiyinmi? Ya bizning yaratganlarimiz, ya'ni osmon, zamin va ularning orasidagi farishtalar va cho'ng maxluqotlarni yaratish qiyinmi? Biz haqiqatan ularni, ya'ni ularning asli bo'lgan odamni yepishqoq loydan yaratdik. Ey Muhammad, sen ularning Allohning qudratini ko'rib turib, o'lgandan keyin tirilishni inkor qilganligidan balki ajablanarsan. Ular bo'lsa seni masxara qilishidi. Ularga Qur'on bilan vaz-nasihat qilinsa, vaz-nasihatni qabul qilmaydi. Ular biror mo'jizni ko'rsa, masxara qilishidi. Ular bu ro'shan sehrdir. Biz o'lib to'pig'a va quruq cho'ngakka aylangandan keyin rastli tirilamdik. Bizning burunqi otalarimizmi tirilamdi deydi. Aytqinki, sizlar xor holda tirilsizlar. Bir ovozni, ya'ni Isrofilning chalgan surini anglash bilanla mashargohga hozir bo'lib, o'zlariga nima qilinganligiga qarashib turdi. Ular voy isit, bizga bu qiyomat kunidir deydi. Bu sizlar inkor qilgan haq bilan botil ayrildigan kundir. Allah farishtalarga aytdi: zulm qilg'uvchilarni, ularning mushriklikdagi, kufrdagi qayoshlarni va ularning Allohni qo'yib cho'qingan ma'budlarni mashargohga to'planglar. Ondan ularni do'zaxning yo'liga boshlanglar. Ularni to'xtatib turinglar, chunki ular jimi so'zlari va ishlaridan savol so'roq qilinadi. Ondan ularga, nemishqa dunyodagi oltinlarga o'xshash bir-biringlarga yordam qilmaysizlar deyiladi. Balki ular bugun bo'ysung'uchilardir. Ular bir-biriga qarab munozirlashidi. Agashkuchilar agashtirguchilarga, sizlar so'zinglarning rostligiga qasam ichib, bizni iymondan to'satdinglar deydi. Agashtirguchilar agashkuchilarga aytidi: sizlar o'z ixtiyoringlar bilan mo'min bo'lmadinglar. Bizning sizlarni bizga agishishga zo'rlaydigan kuchimiz yo'q edi. Balki sizlar bizga o'xshash ozg'an qavm edinglar. Parvardigorimizning bizni jazolash so'zi bizga tegishlik bo'ldi. Biz haqiqatan shu so'z bo'yicha azobni cho'qim tetig'uvchimiz. Sizlarni biz ozdirdik, chunki biz haqiqatan ozg'an edik. Ular, ya'ni agashtirguchilar bilan agashkuchilar bu kunda, ya'ni qiyomat kunida azobda o'rtaqdir. Biz haqiqatan gunohkorlarga mushundoq qilamiz. Ya'ni agashtirguchilar bilan agashkuchilarning hammasiga azob qilamiz. Ular haqiqatan mushundoq ediki, ularga bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q denglar deyilsa, kalima tavhiddan takabburlik qilib bosh tortdi. Ular ilohlarimizni haqiqatan bir majnun shoir uchun, ya'ni uning so'zi uchun tashlab etamdik deydi. Hergiz undaq emas. Ya'ni ish ularning bo'xton qilg'indek emas. U, ya'ni Muhammad alayhissalom haq dinni ilib keldi va payg'ambarlarni tasdiq qildi. Ey gunohkorlar, sizlar cho'qim qattiq azobni tetig'uvchisizlar. Sizlar faqat qilmishinglarga yarasha jazolanisizlar. Faqat Allohning sodiq bandalariga jazoga tortilmaydi.
Ular ma'lum rizqdan, ya'ni turlik mevlardan bahramand bo'ladi. Ular hurmatlanadi. Ular nazu ne'matlik bog'larda, taxtlar ustida bir-biriga qarishib o'ltiradi. Ularga eqib turgan oppoq ish kuchilarga lazzat beg'ishlaydigan sharablar bilan to'ldirilgan jamlar aylantirib turildi. Uningda mast qiladigan narsa yo'q. Ular uni ichish bilan mast bo'lmaydi. Ularning yinda erlardan g'ayriga ko'z solmaydigan shahla ko'zlik juftilar bo'ladi. Ular oqliqda go'yo qo'l tegmay saqlangan to'gi qushning tuxumlariga o'xshaydi. Ular, ya'ni ahli jannat bir-biriga qarishib parang silishidi. Ulardan biri aytidi: "Mening bir do'stim bo'lib, u menga sen o'lgandan keyin tirilishga haqiqiy ishonamsan. Biz o'lib to'piga va quruq so'ngakka aylangan chaqda biz cho'qim qilmishlarimizdan hisob beramdik" deydi. U birodarlarga: "Sizlar uni, ya'ni do'stimni ko'ramsizlar" deydi. U qarabla uni, ya'ni kafir do'stini do'zaxning o'tirsida ko'rdi. U, ya'ni mo'min aytidi: "Alloh bilan qasamki, meni ozdirib halok qilg'ili tas qilib tikansan. Agar Parvardigorimning meni iymonimda mustahkam qilishdan iborat marhamati bo'lmagan bo'lsa, albatta men sen bilan billa do'zaxga hozir qilinganlardan bo'lardim. Bir qatim o'lgandan keyin endi o'lmaymiz, azobga duchor bo'lmaymiz emasmi? Bu, ya'ni ahli jannat erishgan ne'mat haqiqatan zo'r baxtdir. Ishliguvchilar mushundoq zo'r baxtga erishish uchun ishlasin. Bu, ya'ni jannatning ne'matlari yaxshi ziyofatmi yoki zaqqum darximi? Zaqqumni biz zolimlar, ya'ni gumrohlar uchun oxiratda azob qildik. Shubhisizki, u jahannamning qahrida o'sadigan daraxtdir. Uning mevasi go'yo shaytonlarning boshlariga o'xshaydi. Ular shubhisiz shu mevalardan yeydi. Uning bilan qo'rsoqlarini to'yg'izadi. Ondan ular uning ustiga jirang bilan qaynoq suvning aralashtirmasini ichidi. Ondan ularning qaytadigan joyi cho'qim do'zax bo'ladi. Ular haqiqatan ota-bovlarini gumroh bildi. Ular ota-bovlarining izlaridan yugurdi. Ulardan ilgari burunqilar, ya'ni o'tganki ummatlarning to'lisi haqiqatan ozdi. Biz ularga haqiqatan ogohlantiruvchilarni, ya'ni payg'ambarlarni avatdik. Ogohlantiruvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Lekin Allohning sodiq bandalari azobdan qutuldi. Nuh haqiqatan bizga iltijo qildi. Biz uning iltijosini nima degan yaxshi qabul qilg'uchidurmiz. Biz uni va uning tavallarini cho'ng g'amdan, ya'ni suvda g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. Uning naslini baqiy qoldirdik. Keyingilar, ya'ni keyingi avlodlar ichida uningga yaxshi nom qoldirdik. Xaloyiqlar Nuhga salom yo'llaydi. Biz haqiqatan yaxshi ish qilg'uvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. U haqiqatan bizning mo'min bandalarimizdan edi. Ondan biz boshqalarni, ya'ni Nuh qavmining kofirlarini suvda g'arq qildik. İbrahimmi haqiqatan Nuhning diniga tabalardan edi. O'z vaqtida İbrahim Parvardigoriga sog'lom, ya'ni mushriklikdan, shakdan pok dil bilan kelgan edi. O'z vaqtida u otasi Azarga va qavmiga ularni ayblab aytdi: "Sizlar nimaga ibodat qilyapsizlar? Sizlar Allohni qo'yib yolg'on ilohlarga cho'qinamsizlar. Olamlarning Parvardigori bo'lgan Allohga nemishqa gumon qilasizlar?" U yulduzlarga qaradi, ondan: "Men haqiqatan kasal bo'lib qolaman" dedi. Ular uningdan yuz o'rib ayrilishdi, ya'ni uni tashlab ketishdi. İbrahim asta ularning butlarining yeniga berib, masxara qilish yuzidan "Bu tamoqdan yemamsizlar, nemishqa gap qilmaysizlar" dedi. Ondan ularga yuzlanib, o'ng qo'li bilan urib pochaqlashga kirishdi. Ular, ya'ni qavmi İbrahimning yeniga aldirab-saldirab kelib, "Biz ularga cho'qinib-vassaq, sen ularni cheqib tashlamsan" dedi. İbrahim aytdi: "O'zinglar uyib yasagan butlarga cho'qinamsizlar. Halbuki sizlarni va yasagan narsanglarni Alloh yaratgandir.
Ular İbrahim üçün bir bina selinglar. Onu otun bilen toldurib ot yıqinglar. Ot yanganda onu otqa tashlanglar dedi. Ular İbrahimni otqa tashlash bilan uningga suiqasd qilmoqchi bo'ldi. Biz İbrahimni otdan salomat qutqizish bilan ularni mag'lub qildik. İbrahim aytdi: "Men haqiqatan Parvardigorim meni buyurgan joyga hijrat qilaman. U meni yetaklaydi. Parvardigorim menga bir yaxshi farzand ato qilgin." Biz İbrahimga nihoyatda muloyim bir o'g'il bilan xush xabar berdik. U İbrahimning ish kuchlariga yarg'udek bo'lgan chaqda İbrahim: "Ey o'g'lim, men seni bo'g'izlab qurbonlik qilishga amr qilinib tushibdiman. Payg'ambarlarning tushi haqiqatdir va ularning ishlari Allohning amri bo'yicha bo'ladi. O'ylab boqini, sening qanday fikring bor?" dedi. U aytdi: "Ey ata, nimaga buyurilgan bo'lsang, shuni ijro qilgin. Xudo xolisa, meni uningga sabr qilg'uchi topsan." İkisi Allah'ның əmriga bo'ysundi. İbrahim uni, ya'ni o'g'ilni bo'g'izlash uchun yeni yotqizdi. Biz uningga: "Ey İbrahim, yiliqi tushni ishga oshirding, ya'ni tushingda buyurilganni bajo keltirding" deb nido qildik. Biz haqiqatan yaxshi ish qilg'uvchilarni mushundaq mukofotlaymiz. Bu haqiqatan ro'shan sinoqdir. Biz uning o'rniga cho'ng bir qurbonlikni, ya'ni jannatdan chiqqan qo'shqarni berdik. Keyingilar ichida uningga yaxshi nom qoldirdik. İbrahimga salom bo'lsin. Biz yaxshi ish qilg'uvchilarni mushundaq mukofotlaymiz. U haqiqatan bizning mo'min bandalarimizdandir. Uningga biz payg'ambar bo'ladigan va yaxshilardan bo'ladigan Isoq bilan xush xabar berdik. İbrahimga va Isoqqa dinning va dunyoning barakatlarini ato qildik. Ularning naslidan yaxshi ish qilg'uvchilarmi, gunoh va kufri bilan o'ziga oshkora zulm qilg'uvchilarmi chiqadi. Biz haqiqatan Musa bilan Harunga payg'ambarlik bilan ihson qildik. Ularni va ularning qavmini, ya'ni Bani Isroilni cho'ng g'amdan, ya'ni Firavnning ularni qul qilishidan xalos topqizdik. Biz ularga yordam berdik. Shuning uchun ular g'alaba qildi. Ularga ro'shan bir kitobni, ya'ni Tavratni berdik. Ularni to'g'ri yo'lga boshladik. Keyingilar ichida ularga yaxshi nom qoldirdik. Musaga va Harunga bizdan salom bo'lsin. Biz haqiqatan yaxshi ish qilg'uvchilarni mushundaq mukofotlaymiz. Ular haqiqatan bizning mo'min bandalarimizdandir. İlyasmo haqiqatan payg'ambarlardandir. O'z vaqtida u qavmiga aytdi: "Allohdan qo'rqmamsizlar. Sizlar yaratquchilarning eng afzali Allohni tark etib, Bahli nomli bu butqa cho'qinamsizlar. Allah sizlarning parvardigoringlardir va burunqi ota-bobonglarning parvardigoridir." Ular uni inkor qildi. Shak shubhisizki, ular azobga hozir qilindi. Faqat Allohning ixlosmand bandalari buningdan mustasno. Keyingilar ichida uningga, ya'ni İlyasga yaxshi nom qoldirdik. İlyasga bizdan salom bo'lsin. Biz haqiqatan yaxshi ish qilg'uvchilarni mushundaq mukofotlaymiz. Haqiqatan u bizning mo'min bandalarimizdandir. Lut haqiqatan payg'ambarlardandir. O'z vaqtida Lutni va uning tabialarining hammasini qutqizdik. Faqat Momay, ya'ni Lutning ayolini qoldirib halok qildik. Ondan qolganlarni, ya'ni uning qavmidan bo'lgan kuffarlarni halok qildik. Ey ahli Makka, sizlar ularning yerlaridan atigan oqshomda o'tib turibsizlar. Sizlar tushunmamsizlar. Yunus haqiqatan payg'ambarlardandir. O'z vaqtida u qavmidan qochib, kishilar bilan to'shqan bir kemaga chiqib oldi. Kemidagilar chak chiqqan odamni dengizga tashlab, kemining yukini yeniklatish uchun chak tashlashdi. Yunus chakda mag'lub bo'lganlardan bo'lib dengizga tashlandi. Uni cho'ng bir beliq yutib etdi. U qavmini tashlab, Parvardigorning iznisiz chiqqanligi uchun ayblanishga tegishli edi. Agar u tasbih aytquchilardan bo'lmasa edi, beliqning qornida albatta qiyomatga chiqalatdi. Uni biz dengiz sohilidagi bir qurg'oq yerga beliqning qornidan otdik.
Ayni vaqtda u kasal edi. Uning ustiga soyi tashlab turish uchun bir tup kavni o'stirib berdik. Uni biz 100 ming, balki buningdanmi ko'p bir qavmga payg'ambar qilib avatdik. Ular va'da qilingan azobni ko'rgan chaqda iymon etdi. Muayyan muddatgacha, ya'ni ajli yetganga qadar ularni hayotdan bahramand qildik. Ey Muhammad, ular, ya'ni ahli Makkadan so'rab boqqinki, qizlar Parvardigoringga, o'g'illar ularga mansubmi? Yoki biz farishtalarni tishi yaratgan bo'lib, ular bizning yaratganligimizni ko'rib turganmi? Shuning uchun shundoq demdi. Bilinglarki, ular haqiqatan yolg'onni to'qib, Allohning bolasi bor deydi. Ular albatta yolg'onchilardir. Allah o'g'illarni tanlamay, qizlarni tanlaganmi? Sizlarga nima bo'ldi? Qandaqcha mundaq hukm chiqarsizlar? O'ylab boqmamsizlar yoki Allohning bolasi borligiga aniq pokitinglar bormi? Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, kitobinglar, ya'ni Tavratni elib kelib menga ko'rsatinglar. Ular Alloh bilan jinlarning orasida qudubajilik bor deb jo'yildi. Jinlar shak shubisiz biludiki, ular, ya'ni shu so'zni qilg'uvchilar do'zaxga cho'qim hozir qilinib, shu yerda azob chekidi. Allah ularning Allohning bolasi bor deb sifatlaganlaridan pokdir. Lekin Allohning ixlosmand bandalari buningdan mustasno. Ya'ni Allohni ularning sifatlaganlaridan pok e'tiqod qiladi. Ey kafirlar, shubhisizki sizlar Allah do'zaxga kirishni kutayotgan kishidan boshqa hech ahadini ozdira olmaysizlar. Sizlar cho'qinayotgan ma'budlarmi ozdira olmaydi. Farishtalar aytidi: bizning har birimizning muayyan o'rni bor. Biz haqiqatan ibodatda sap tortib turg'uchilarmiz. Biz haqiqatan Allohga tasbih aytquchilarmiz. Ular, ya'ni Quraysh kuffarlari hamisha agar bizda burunqilarninkidek, ya'ni o'tganki ummatlarning kitoblaridek bir kitob bo'lsa edi, albatta Allohning ixlosmand bandalari bo'ladi, deydi. Ular uni, ya'ni Qur'onni inkor qilishdi. Ular uzoq qolmay kufrning oqibatini bildi. Bizning payg'ambar bandalarimiz haqidagi so'zlarimiz oldin ola aytilgan. Ular cho'qim nusrat topquchilardir. Bizning qo'shinimiz cho'qim g'alba qilg'uvchilardir. Ular, ya'ni Makka kuffarlaridan vaqtliq yuz o'rib turgan. Ularga azob nozil bo'lgan chaqda ko'rgin. Ularmi uzunga qolmay kufrning oqibatini ko'rdi. Ular azobimizning baldur nozil bo'lishini talab qilamdi. Azob ularning o'ylisiga tushgan chaqda ogohlantirilg'uvchilarning atigini nima degan yomon. Ulardan vaqtliq yuz o'rib turgan. Ularga azob nozil bo'lgan chaqda ko'rgin. Ularmi uzunga qolmay kufrning oqibatini ko'rdi. Qudrat egisi bo'lgan Parvardigoring ularning sifatlaganlaridan pokdir. Payg'ambarlarga salom bo'lsin. Jimi hamdu sana olamlarning Parvardigori Allohga xosdir.